Assalomu alaykum, Toshkent dengiz oromgoh kuzatuvchilari. Patsientlarimizdan fikr mulohazalarini so'raymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi dam olasizlarmi, tuzumsizlar? Rahmat. Yaxshi dam olyapmiz. Men Qashqadaryo viloyati Mirishkor tuman Pamuk shaharchasidan kelganman. 9-apreldan 18-aprelga qadar dam olishga. Mana bu yerdagi sanatoriyada dam olish juda a'lo darajada tashkil qilingan. Shifokorlar, farroshlar, ovqatxonadagi ishchilar hammasi qattiq tartib o'rnatilgan, yaxshi xizmat qiladilar. Ovqatlanish a'lo darajada, ovqatlar ortib qoladi, hech kamchiliklar yo'q. Davolanish juda yaxshi natija beryapti. Hamma muolajalar o'z vaqtida shifokorlar tomonidan yaxshi joyga qo'yib berilyapti. Barcha dam oluvchilar bilan ko'p suhbatlar o'tkazamiz. Shu hammalar rozi, yaxshi davolanib, yaxshi dam olib ketyaptilar. Undan keyin ham kelish niyatidamiz. Barchalarga aytamizki, kelib mana shu yerda dam olsa, davolansa albatta yaxshi bo'ladi. Sog' bo'ling, yaxshi dam olinglar. Mayli, sog' bo'ling.